Şavatlar uchun yana bir zo'r yangilikdir. Görgan bo'lsangizlar, bu Urganch Shavat yo'lini Ko'na yo'li deb aytiladi. Ko'p vaqtdan beri bu yo'ldan qatnov yo'q edi. Ya'ni Shavatlar uchun Urganchga borish esa, Urganchdan esa Shavatga kelish yanada yaqin bo'ldi do'stlarimiz. Avval bilsangizlar, bir gashir qarriq, kedi qarriq, pomidor qarriq bo'lib o'tadi, lekin bu yerdan haydovchilarimiz qiynalib o'tiradi. Xalqimizga yanada qulay bo'lish uchun esa bu yo'lni chiroyli qilib ta'mirlab beribdilar. Ayrim bir blogerlar aytibdi, beni xo'ja ko'rsina, prosta bir asfalt ustidan asfalt qilib chiqibdilar degan gaplarni ham eshitganmiz. Yo'q do'stlar, xo'ja ko'rsina emas bu. Agar bilsangizlar, Shavat Tamojniy tarafda katta magistral yo'l kelyapti. Magistral yo'l to'g'ri ishini kelib ulanadi va ulangandan keyin bu ham yo'l kattaytiriladi. O'sha magistral yo'l bu yo'lga kelib qurolganicha, bu yo'l vaqtincha bo'lish uchun bo'lsa-dan bir xalqqa yaxshi bo'lish uchun tekizlab uzatganlar ko'rgan bo'lsangizlar. Hali bu yo'l bu Xamurushdan Peter magistral yo'l Shavat Tamojniydan kelgandan keyin bu kattayadi. Bu esa vaqtincha xalqimizga yaxshi bo'lish uchun, ya'ni sizlar bilan bizlarga yaxshi bo'lish uchun do'stlar. Esa ishini yangiliklarni zo'rlarini eshitib boraman desangizlar, Shavatliklar Instagram profiliga obuna bo'linglar.